Yangi daraja deganda ko'pchilik ko'proq modellarni, eshiklarni tushunadi yoki kattaroq bino. Lekin bu safar yangi daraja bu boshqa narsa. Sizga boshqa savol bermoqchimiz. Odam eshik tanlayotganda faqat dizayniga qaraydimi? Balki u uyiga kirayotganda nimanidir his qilishni xohlaydimi? Xotirjamlikni, ishonchni, balki bu men tanlagan eng to'g'ri qaror degan hisnidir. Biz aynan shundan boshladik. Mahsulotdan emas, inson ichidagi holatdan. Yangi daraja bu bizning ichimizda boshlangan o'zgarish. Biz bir narsani aniq tushundik. Eshik bu oddiy mahsulot emas. Eshik bu qaror. Ko'pchilik eshikni umr davomida bir necha marotaba tanlaydi, lekin u bilan har kuni yashaydi. Shu joyda biz savolni o'zgartirdik. To'g'ri degani boshqalar aytgani emas, to'g'ri degani ko'nglingiz tinch bo'ladigan tanlov. Shu yerda biz muhim qarorga keldik. Biz endi avval sizdan dizayn haqida so'ramaymiz. Avval rang va uslub haqida ham so'ramaymiz. Avval siz nimani istayotganingizni tushunamiz. Siz har kuni qanday his bilan yashamoqchisiz? Shundan keyingina eshik shakliga kiradi. Har bir tanlov ortida emotsiya bor. Biz ko'pincha o'ylaymizki, mantiq bilan tanlov qilamiz, lekin aslida boshqacha. Inson avval his qiladi, keyin esa o'sha hisni oqlash uchun sabab topadi. Biz ham shundaymiz. To'g'ri tanlov qilganingizda ichingizda sokin bir rohat paydo bo'ladi. Bu rohat baland emas, lekin aniq. U noaniqlikni aniqlikka almashtiradi va ichingizda bitta fikr qoladi. Eshik ham shunday. Siz faqat dizaynni tanlamaysiz, siz o'zingizni tanlaysiz. Kimdir birinchi bo'lish hissini xohlaydi, kimdir esa kuch va himoyani, kimdir esa noyoblikni va yana kimdir shunchaki bu menman degan hisni. Shu sababli biz kolleksiyani shaklga qarab emas, siz qidirgan emotsiyaga qarab yaratdik. 2026 kolleksiyasi. Bu 4 xil emotsiya. Birinchi bo'lish bu hammaning ham tanlovi emas, lekin ba'zilar uchun bu odatiy holat. Number 1 kolleksiyasi. Yangilikni kutmaydiganlar uchun. Bu modellarni tanlagan inson O'zbekistonda aynan shu eshiklarning eng birinchi egasiga aylanadi. Bu oddiy xarid emas, bu boshlanish nuqtasi. Ko'pchilik odamlar trend ortidan yurishadi, lekin ba'zilar esa trendlarni boshlashadi. Number 1 kolleksiyasi aynan shunday odamlar uchun. Agar siz boshqalardan oldin ko'rishni va boshqalardan oldin tanlashni yoki boshqalardan oldin taqdim qilishni istasangiz, bu sizning kolleksiyangiz. Number 1 kolleksiyasi. Number 1 bu raqam emas, bu pozitsiya. Ba'zi narsalar ko'p bo'lishi shart emas. Aksincha ularning kamligi ularni yana ham qadrli qiladi. Limited kolleksiyasi. Bu kolleksiyadagi har bir modelning atiga 100 ta egasi bo'ladi. Undan ortiq emas va hech qachon qayta chiqarilmaydi. Har bir eshik raqamlangan. Siz xarid qilganingizda bu eshikning 100 tadan nechanchi egasi ekanligingiz aniq ko'rsatiladi va bu eshik sizniki. Bundan tashqari eshik bilan birga sizga maxsus sertifikat ham taqdim qilinadi. Ishlab chiqarish jarayoni ham boshqacha. Murakkabroq, aniqlik talab qiladigan va standartdan tashqari yondashuv bilan. Limited bu menda bor degan tuyg'u emas, bu aynan meniki degan tuyg'u. Agar siz noyoblikni qadrlasangiz, bu sizning kolleksiyangiz. Qahramonlik har doim ham baland ovozda bo'lmaydi. Ba'zan u jim qarorda namoyon bo'ladi. Hero kolleksiyasi o'z tanlovi uchun javob bera oladiganlar uchun. Uy bu faqat makon emas, uy bu ishonch. Hero kolleksiyasidagi barcha eshiklar maxsus xom ashyodan tayyorlanadi. Suvga chidamli, yong'inga chidamli, ekologik, toza mahsulotlardan tayyorlanadi. Bu shunchaki texnik xususiyat emas, bu oila uchun himoya demakdir. Har bir erkakning ichida bitta istak bor. Oila a'zolari o'zini xavfsiz his qilishi. Hero aynan shunday hissiyot uchun. Agar siz uchun mustahkamlik muhim bo'lsa va siz tanlovingiz bilan himoya yaratmoqchi bo'lsangiz, bu sizning kolleksiyangiz. Ba'zi tanlovlar izoh talab qilmaydi. Siz shunchaki bilasiz. Signature kolleksiyasi. Boshqalar uchun emas, o'zingiz uchun. Ba'zi odamlar boshqalarga yoqishni istaydi.
ba'zilari esa o'zi uchun eng mos tanlovni tanlaydi. Signature bu ichki moslik. Bu shunchaki yozuv emas, bu tasdiq. Men shuni tanladim degan ishonch. Signature bu boshqalar ko'rishi uchun emas, bu siz har kuni ko'radigan tanlov. Va har safar ko'rganingizda ichingizda sokin bir fikr paydo bo'ladi. Ha, aynan shu. Bu sizning ichki tasdig'ingiz. 2026 kolleksiyasi bugun taqdim qilindi. Lekin bu yakun emas. Bu boshlanish. Keyingi haftalardan boshlab biz har bir modelni alohida ochib beramiz. Yaqindan, detal bilan va hissiyot bilan. Bizning vazifamiz sizga eshik sotish emas. Bizning vazifamiz sizdagi shubha va gumonlarni xotirjamlikka aylantirish. Shubhalar ichida aniq qaror qabul qilish oson emas. Biz esa har bir model orqali mana shu shubhalarni xotirjamlikka aylantiramiz. Agar siz shoshilmay tanlov qilishni istasangiz va ichki ishonch bilan qaror qilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Siz istagan rang, siz istagan dizayn va siz istagan mukammallik. Akbar Rich, ko'ngil tinch.